Assalomu alaykum barchaga. Bugungi muolajamiz Gentlemax Pro Plus apparatida tirnoqdagi zamburug'larni davolash. Bu patsientkamiz tirnoqdagi shikoyatlar bilan keldilar va biza diagnostikada o'sha tirnoqlarda zamburug'lar topilgan. Bizada podolog muolajasi ham qilingan va bundan so'ng bu ikkinchi muolajaga keldilar. Ya'ni bir haftada bir marta 4 ta 5 tadan 6 tagacha muolaja qilamiz. Buni natijasiga qarab. Mana patsientimiz bilan muloqotda bo'lamiz. O'zingizlar eshitishingiz mumkin. Bu muolajamizni birinchi olganingizdan keyin natijalaringiz haqida bo'lishimiz bilan birinchi muolajadan keyin bir hafta ichida tirnog'im o'zgardi, o'zgardi. Aha. O'sishi o'zgardi. 2 yildan beri tirnog'im o'smasdi. Aha. Natija ko'rdingiz, hatto bitta muolajada ham bular natijani ko'rib qaytib keldilar. Bu apparatimizda haqiqatan ham yaxshi natijalar bor. Kimda agar tirnog'ida zamburug'lar bo'ladigan bo'lsa yoki terisida, qo'l, oyoq tirnoqlarida muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizni Respublika dermatologiya markazimizga tashrif buyurishingiz mumkin.